Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan aviakassaviy Surxonodim Jahongirjonman. Xudo olasa Sankt-Peterburg Namangan yo'nalishi bo'yicha qanot sharf kompaniya. Bo'ldi, mana bundan ochib turasiz, shundan ketasiz. Ichkariga kirasiz shu yerda. Ha, ochib turib. Hurmatli yurtdoshlar, har doim aytib o'tamiz, registratsiyadan o'tgandan keyin mana bu yoqdan kirib olish kerak. Ochirib ko'ryapsizlar. Keyin qolib ketayotganlar bo'lyapti. Mana bu yerda qolib ketayotganlar, mana shunday nima holatlar bo'lib qolyapti. Registratsiya vaqtiga kech keladi, boshqa bo'ladi. O'shaning uchun vaqtliroq keling. Deb qilamiz, biz odamlarimiz qolib ketmasligi uchun telefon qilamiz, bog'lanamiz, keldingmi, yo'qmi, nomerlarimizni bekorga bermaymiz. Hech to'g'ri shu yerda harakat qilib, chiroyli qilib, kuzatib o'tkazib qo'yaveramiz. Xudo olasa bugun Ashti hammasini chiroyli qilib o'tkazib oldik. Hozir Namanganga ham registratsiyamiz boshlangan, tasavvurlar chiroyli qilib o'tkazsak, marra bizniki. Pardeshka qilmoqchi bo'lgan ko'ruvchilarimiz Telegram kanalimizga obuna bo'lib, nomerlarni saqlanib qilib aloqa chiqaverasiz. Nomerlarni saqlanib qilib Telegramdan yozsangiz, biz gruppaga qo'shib qo'yamiz. Gruppadagilar aka-ukalarimiz esa 10 tadan bo'lsa ham, 15 tadan bo'lsa ham pardeshka qilgan holda odam qo'shib qo'ysalar juda ham yaxshi bo'ladi. Aviakassaviy Surxondaryo doimo xizmatdamiz.